So'nggi kunlarda dollar kursida yana keskin o'zgarish kuzatildi. Hozirda bir AQSh dollari 12.150 so'm, ya'ni so'mga nisbatan biroz oshgan. Rossiyada esa 1 dollar 81 rubl atrofida. Bu o'zgarish nafaqat O'zbekiston, balki butun mintaqa iqtisodiyotiga ta'sir qilmoqda. Dollar kursining oshishiga bir nechta sabablar bor. Birinchidan, AQSh Federal rezerv tizimi foiz stavkalarini yuqori darajada ushlab turibdi. Bu dollarni dunyo bozorida yanada kuchaytirmoqda. Ikkinchidan, Rossiyada davom etayotgan iqtisodiy bosim, neft narxining pasayishi va sanksiyalar rublning qadrsizlanishiga sabab bo'lmoqda. Uchinchidan esa O'zbekistonda import xarajatlari oshgani va global bozorlardagi beqarorlik so'mni biroz zaiflashtirdi. Mutaxassislar fikricha, yaqin oylar ichida dollar kursi barqaror ammo yuqori bosim ostida qoladi. Prognozlarga ko'ra so'm 12.000 dan 12.250 gacha oralig'ida bo'lishi mumkin. Rublda esa 83-84 rubl oralig'idagi muvozanat kutilmoqda. Ya'ni dollar mustahkam, lekin keskin o'sish xavfi hozircha past. O'zbekiston Markaziy banki ichki bozorni barqaror ushlab turish uchun zaxiralarni qo'llayapti. Agar neft narxi barqaror bo'lsa va siyosiy vaziyat tinch davom etsa, kurs asta-sekin muvozanat holatiga qaytadi. Dollar kursining o'zgarishi bu faqat raqam emas, bu xalqaro iqtisodiyotdagi kuchlarning o'zgarishi. So'mning barqarorligi ichki ishlab chiqarish, eksport va xalqaro siyosatga ham bog'liq. Shuning uchun iqtisodiy rejalaringizda ehtiyotkor bo'ling. Valyuta bozoridagi har bir tebranish sizning ham cho'ntagingizga ta'sir qiladi. Bu yangi zamon kanali bilan tayyorlangan iqtisodiy sharh. Kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va eng so'nggi yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'ling.